Ustozlar va murabbiylar yanada ko'proq qadr topib ulug'lanayotgan ushbu kunlarda biz ham kasb egalarini mashaqqatli mehnatlari haqida so'z yuritmoqchimiz. Bugungi ko'rsatuvimiz qahramonlari esa Navoiy Innovatsiyalar universitetining Surxondaryo filialida mehnat qilayotgan o'qituvchi muallimlardir. Gap shundaki, mazkur filialning ochilganiga hali qisqa vaqt bo'lgan bo'lsa-da, bu yerda talaba yoshlarga kerakli ko'plab sharoitlar yaratib berildi. Agarda shu vaqtgacha Surxondaryo viloyatida faqatgina bitta oliygoh, ya'ni Termiz davlat universiteti faoliyat ko'rsatgan bo'lsa, bugun ularning soni yildan yilga ortib borayotganligiga guvoh bo'lamiz. Masalan, Sho'rchi tumanida faoliyat ko'rsatayotgan Navoiy Innovatsiyalar universitetining filialida ayni paytda 600 dan ziyodroq o'g'il qizlarimiz ta'lim-tarbiya olishyapti. Chunki shu vaqtgacha umuman olganda mana shu Surxondaryo viloyatida umrguzoronlik qilayotgan 3 millionga yaqin aholining farzandlari qo'shni shaharlarga yoki bo'lmasam qo'shni mamlakatlarga yoki Toshkent shahriga o'qishga majbur bo'lishayotgandi. Mana shu faktlarning o'zi ham shundan dalolat beradiki, bugungi kunda yoshlarimizga katta e'tibor va mana shu imkoniyatlar eshigi ochilib borilyapti. Keksa avlod vakillari yaxshi bilishadiki, bir vaqtlar ilm istagan viloyat aholisi yashash manzillaridan juda olislarda sarson sargardon bo'lib yurardi. Sho'rchi tumanining Mustaqillik ko'chasi 64-uy manzilida ochilgan oliy o'quv yurtining ushbu filialda 1-oktyabrga qadar ham talabalikka qabul qilish imkoniyati bor. E'tiborli jihati shundaki, o'zbek, rus, ingliz tili yo'nalishidan tashqari axborot tizimlari va texnologiyalari, maktabgacha ta'lim, turizm va mehmondo'stlik, iqtisod, energetika, muhandisligi, pedagogika, tarix, konchilik ishi, buxgalteriya hisobi, marketing, psixologiya, biologiya, boshlang'ich ta'lim, kompyuter injenerligi, bakalavriat yo'nalishlari, shuningdek tarix, lingvistika va iqtisodiyot magistratura mutaxassislari bo'yicha o'qish imkoniyatlari yaratilgan. Navoiy Innovatsiya universiteti Navoiy viloyati Karmon tumanida 2022-yil o'z faoliyatini boshladi. Surxondaryoda esa 2024-yilda o'sha kampus sifatida Sho'rchi tumanida ochildi. Hozirgi paytda Navoiy Innovatsiya universiteti Surxondaryo kampusida, Sho'rchi kampusida 18 ta bakalavriat hamda 3 ta magistratura yo'nalishlari mavjud. Hozirgi paytda shu bo'yicha talabalarimiz ta'lim va tarbiya tahsil olishmoqda. Hozirgi vaqtda bizda o'sha 350 nafar sirtqi bo'lim talabalarimiz va 300 dan ortiq kunduzgi talabalarimizga ta'lim tarbiya berishmoqdamiz. Hozirgi vaqtda shu talabalarimizga tahsil berayotgan 30 dan ortiq ustozlarimizning 10 dan ortig'i o'sha professor hamda ilmiy unvonga ega bo'lgan ustozlar hisoblanadi. Mana shu ustozlarni jalb qilgan holatda zamonaviy dasturlar asosida qilinayotgan amaliyot bilan bog'langan holatda hozirgi talabalarimizni ishlab chiqarishga tayyor holatda kadr qilib yetishtirish niyatidamiz. Bundan tashqari bizning universitetimizda sport to'garaklari, fan to'garaklari o'z faoliyatini boshlagan. O'shadan foydalangan holatda bu yildan boshlab o'sha oliy ta'lim muassasalari o'rtasida bo'ladigan musobaqalarda qatnashishni rejalashtirib turibmiz. Bundan tashqari har bitta universitetning o'sha boyligi bo'lgan kabi kutubxona haqida gapirmoqchiman. Kutubxonamizda hozirgi vaqtda 15 mingdan ortiq badiiy va ilmiy adabiyotlar jamlangan. Undan tashqari elektron kutubxonamizda esa 30 mingdan ortiq o'sha adabiyotlar jamlangan. Bularning barchasi talabalarimiz uchun xizmat qilishadi. Xohlagan vaqtda kelib talabalarimiz bundan foydalanish mumkin bo'ladi. Yana bir narsani eslatib o'tmoqchimiz. 1-oktyabrga qadar biz universitetimizda, oliy ta'lim muassasamizda qabul jarayonlari davom etadi. Ushbu universitet filialida o'z fanni fidoyi professor o'qituvchilari ham ko'pchilikni tashkil etadi. Mana bugun butun respublikamizda, qolaversa butun dunyoda ta'lim sohasiga juda katta e'tibor berilmoqda. Xususan O'zbekiston Respublikamizda muhtaram prezidentimiz tomonidan davlat va xususiy oliy ta'lim muassasalariga bo'lgan e'tibor yanada bunga asos bo'lib xizmat qildi. Bugungi kunda xususiy oliy o'quv yurtlarida va davlat oliy o'quv yurtlarida paydo bo'layotgan raqobat yoshlarni kelajakdagi yutuq mutaxassis kadrlar bo'lib yetishishiga zamin yaratmoqda. Xorijiy tajribalarni o'zlashtirish, nufuzli oliy ta'lim muassasalari tajribalarini talabalarga
butun ta'lim sohasiga, o'quv jarayoniga joriy etish masalasi eng dolzarb masala bo'lib turibdi. Shu nuqtai nazardan Navoiy Innovatsiyalar universiteti misolida buni ko'rishimiz mumkin. Hozirda universitetning Surxondaryo kampusida juda katta ishlar amalga oshirildi. Xususan 18 ta ta'lim yo'nalishi, 3 ta bakalavr mutaxassisligi bo'yicha ta'lim jarayoni yo'lga qo'yildi. Hozirgi paytda talabalarning ilm olishga, bilim olishga bo'lgan ishtiyoqi hozirgi zamon talabi asosida, ya'ni raqamlashgan o'quv jarayonlarini joriy etish masalalari yo'lga qo'yilmoqda. Xususan talabalarning bilim olishida yetuk mutaxassis kadrlarni o'quv jarayoniga jalb etish, xorijiy oliy ta'lim muassasalari ilg'or tajribalaridan samarali foydalanish kabi ishlar Navoiy Innovatsiyalar universiteti Surxondaryo kampusida bu ishlar yo'lga qo'yilmoqda. Professor o'qituvchilarning dars jarayonlarida yangi o'quv adabiyotlaridan foydalanish, yangi pedagogik va axborot texnologiyalaridan samarali foydalanish kabi nufuzli oliy o'quv yurtlari professor olimlarining ishlarini bunga misol qilib ko'rsatish mumkin. Hozirda talabalarning bilim olish jarayonida ta'lim tarbiya jarayonining naqadar muhim ekanligi, hattoki talabalarning ilmiy dunyoqarashi, butun olamda bo'layotgan ta'lim sohasida bo'layotgan yangiliklarni o'zlashtirish borasidagi qiziqishlari keskin ortib bormoqda. Bunga bitta misol qilib biz demak Navoiy Innovatsiyalar universiteti Surxondaryo kampusidagi tillarni o'qitish, lingvistika sohasidagi yangiliklarni talabalarning qiziqishi asosida tashkil etish bo'yicha raqamlashtirish amalga oshirilgan. Masalan, bundan tashqari bu ta'lim yo'nalishlarida nufuzli oliy ta'lim muassasalaridan salohiyatli professor o'qituvchilar o'quv jarayoniga jalb qilinmoqda. Kelajakda albatta xususiy oliy o'quv yurtlarining nufuzi yanada oshishi hamda salohiyatli professor o'qituvchilarning o'quv jarayoniga yanada ko'proq e'tibori natijasida yetuk mutaxassis kadrlar yetishib chiqadi deb umid qilib qolamiz. Keng va yorug', shinam xonalarda dars o'tayotgan har bir ustoz qalbida bolalarga puxta bilim berishdek oliyjanob fazilatlar bor. Xullas, Navoiy Innovatsiyalar universitetining Surxondaryo filiali muassasasida hamisha bayramona kayfiyat. Biz ham o'z o'rnida jamoada mehnat qilayotganlarga kuch-quvvat va bayramona kayfiyat tilaymiz.